Mana navbatdagi mustaqillik navi boshqa keyingisiga nisbatan sal kamroq o'sgan. O'sha oziq yetishmasligi, suvdan muammo bo'lmagan. Hosil kurtaklar sog'lom, to'liq joyida. O'tgan yilga mana hosil kurtaklarni hosillarni moddalari mana saqlanib qolgan. Mana hozir bu yerda bir 4 tacha qolib ketgan. O'tgan yil solgan bu. Yaxshi chaynalmagan. Boshida 1-2 yil mag'iz ushlamaydi mustaqillik navi. Keyinchalik baquvvat bo'lib ildizlar kuchaygan sari mag'izlarni to'ldirib boshlaydi. Chaylanishda ham o'rni bor. Xo'p, endi hosilni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'tgan yili taxminan 20 tacha hosil kurtak bo'lgan. Endi men hozir sanaganim 70 tadan ziyodroq chiqyapti. 70 ta deylik. Shunda salkam 4 barobar. 3 barobardan ziyod salkam 4 barobar hosil oshyapti. Bu degani har yili shuncha oshib boraveradi. Shoxalari ko'payib, o'sishiga ko'proq e'tibor berish kerak. Imkoni bo'lsa hosilini olib tashlagan ham ma'qul gullagandan keyin. Hosilni olib tashlab, o'g'itga e'tibor qaratilsa, shunda o'sish tezligi ancha oshadi. Hosilga ham ko'p kuch ketib qoladi. O'shaning uchun imkon qadar tanlash kerak. Agar o'sishini xohlaydiganlar bo'lsa, mevalarini terib tashlash kerak. Agar chaynalmasdan mag'iz to'ldirmay qoladigan bo'lsa, ma'quli hosil terib tashlagan yaxshi. Unga ham ancha kuch ketib qoladi. O'sha terib tashlaganda o'sish dinamikasi ancha tezlashadi. Shu bizda hozircha.